11 dekabr Zaytunburunning Qorli Chashma Kultur markazida Inson haqlari jamiyatining raisi Mehmet Qartaq va Sharq Turkiston Ma'rif darnigi boshlig'i Hidayatullo O'g'izxon birlikda Dunyo kishilik huquq kuni xotirasida Uyg'urlarning kishilik huquqining dafsandichiligini eslatib o'tdi. Shuning bilan bir vaqtda Hurdava partiyasi har sohada, har derneklarda, masjidlar, maktab va universitetlar oldida Uyg'ur xalqining beshiga kelgan zulmni Türkiye xalqiga har kuni anlatishni kun tartibga kirgizdi. Xinhua agentligi 11 dekabr kuni tarqatgan bir xabarga qaraganda, Xitoyning markaziy televiziya stansiyasida tarqatayotgan Davlat Go'harlari nomli programmasining 2-fasllik programmasiga Sharq Turkistondan bayqalganligi ilgari surilgan 3 parcha buyum tanlanib tonishtirilgan. Xabarda aytilishicha, ularning biri 1995-yili Niya qadimiy qabristonlikdan bayqalgan qadimiy to'qilma buyumlar. Ikkinchisi 1973-yil Turpan ostonidagi 206 nomerli qabrdan tepilgan Xitoyning Tang davriga oid bo'lgan yog'och qo'nchoq. Uchinchisi Turpan Idiqut qadimiy shahar xarobasidan tepilganligi ilgari surilgan Xitoy rivoyatlaridagi ayol iloh Novaning rasmi ekan. Chet ellardagi Uyg'ur tarixchilari mazkur xabarda tilga ilingan yuqoridagi 3 atalmish arxeologik tepilmaning mustaqil ilmiy o'rinlarning tadqiq qilinib bekitishdan o'tmagan narsalar ekanligini, ularning tarixiy davri, orq ko'rinishi va siyosatdan xoli ilmiy yakuni haqida Xitoy hozirga qadar hech qanday uchur bermaganligi, balki bularning bugungi kunda Xitoyning siyosiy tashviqoti uchun qurol sifatida foydalanilganligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Dekabr Uyg'ur agentligining xabar qilishicha, Amerika Hidoyat markazining raisi Fatih Apandi Uyg'ur madaniyat ko'rgazmasining ochilish faoliyatining beshida tabrik so'z qildi. Fatih Apandi Uyg'urlarning da'vosini har vaqt qo'llaydiganligini bildirib, mo'yim so'z qilgan va Erkin Sidiq Apandi bilan birlikda ochilish murosimiga lenti kesgan. Bu qitimqi faoliyatning tashabbuskorlarining yana biri Xanna Zubayra xonim. U aslida Pokistonlik bo'lib, Amerikadagi musulmonlar masalasining muxbiri. Afrika Musulmonlar ittifoqining vakili Zaynab Abdullah xonim bilan Uyg'urlarga yordam qilishni qo'lga keltirish maqsadida Uyg'urlarni tonitish ummatlar ittifoqi degan guruhini qurgan. Anna xonim Uyg'ur masalasiga butun vujudi bilan otlangan bo'lib, bu yig'inda nihoyat muhim so'z qilgan. Agar biz Uyg'urlarning beshiga kelgan zulmni bir kun burun to'xtatmasak, shu bir kunda Uyg'ur qarindoshlarimizdan necha ming o'lib ketadi dedi. Amerikadagi eng chong shirkatlardan bo'lgan Google shirkati 2006-yili qurilgandan tortib tor dunyosidagi eng olqishga erishgan izlash to'ri bo'lib kelmoqda. 2010-yildan boshlab Xitoy hukumatining buyrug'i bo'yicha Xitoyda ma'ni qilingan hamda butunlay to'sib etilgan. Yaqinda Google shirkatining qaytadan Xitoy hukumati bilan suhbatda o'ltirib, Xitoy hukumatining tor talabiga moslashgan yangi izlash sistemasini yasayotganligi, bu yangi sistemaga maxsus suzgich o'rnatilganligi, bu orqali Xitoy hukumatiga yoqmaydigan barliq mazmunlarni suzish orqali tor dunyosidagi hukumatga bo'lgan qarshilikning oldini olmoqchi bo'lganligi har qaysi axborot vositalarida ko'plab munozaraga sabab bo'layotganligi ma'lum. Google shirkatining uchar ajraho deb nom qo'yilgan mazkur izlash sistemasi Xitoy hukumatining aloqador taraflari bilan ko'p taraflama muhokama o'tkazish asosida ishlangan ekan. Navoda u bozorga selinsa, butun dunyoga diktatorlik va hokim mutlaqlikning eng tipik ulgusi bo'lib tonilayotgan Xitoyga texmi zo'r bostirishning yo'lini ochib berganligi barobar bo'ladi ekan. Yaqindan buyon mushaqda bag'ansira ko'plab o'tirg'i chiqqan munozaralarning eng muhim nuqtasi bo'lgan bu qitimqi guvohlik berish yig'ini ochilish bilanla guvohlik beruvchi shaxs Google shirkatining bosh ijroiy amaldori Sandar Pichayning oldiga tashlandi. Bu qitimqi guvohlik berish yig'ini ochilish oldida bir qism Uyg'urlar yig'in zali oldida Google shirkatining uchar ajraho nomli suzgich izlash sistemasiga qarshi mazmundagi plakalarni ko'tarib paydo bo'lgan edi. Shuning bilan birga ko'plagan axborot vositalarining diqqatiga sazovor bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Google shirkatining Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik munosabati davomli dunyo axborotining diqqatida bo'layotgan bo'lib, bu haqda qanday o'zgarishlarning o'tirg'i chiqishiga millionlagan ko'zlarning tikilib turayotganligi ma'lum.